Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Gaz xodimlari uyma-uy yurib, hisoblagichni, plombani, ulanishlarni tekshirayotgan holatlarda fuqaro nimani bilishi kerak? Ayrim holatlarda dalolatnoma tuzilib, juda katta summa. Hatto 300 million so'mgacha jarima yoki qayta hisob kitob chiqarilishi mumkin. Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, ijarada yashayotganlarga, hovli egalari va tadbirkorlarga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta tushunmasdan aytilgan gap, bitta hujjatsiz tekshiruv keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bugungi tushuntirish sizga uyingizni, pulingizni va huquqingizni saqlab qolishda yordam berishi mumkin. Avval ko'p joylarda gaz ta'minoti masalasi oddiyroq ko'rinardi. Xonadonga gaz keladi, hisoblagich bor, oyma-oy to'lov qilinadi, qarzdorlik bo'lsa ogohlantirish beriladi. Lekin hozir nazorat kuchaygan. Gazdan noqonuniy foydalanish, hisoblagichga aralashish, plombani buzish, yashirin ulanish, hisoblagichdan tashqari gaz ishlatish, hujjatsiz qo'shimcha pech yoki qozon ulash kabi holatlar bo'yicha tekshiruvlar ko'paygan. Nima o'zgardi? Eng asosiy o'zgarish shuki, hozir gaz tashkilotlari faqat qarzdorlikni emas, balki texnik holatni ham faol tekshirmoqda. Ular hisoblagich to'g'ri ishlayaptimi? Plomba joyidami? Gaz bo'ri ruxsat etilgan sxema bo'yicha ulanganmi? Xonadonda ro'yxatda yo'q gaz jihozlari bormi? Iste'mol hajmi odatdagidan keskin farq qilmayaptimi? Shularni ko'rmoqda. Agar shubhali holat aniqlansa, dalolatnoma tuziladi, foto yoki video olinadi, keyin hisob kitob chiqariladi. Mana shu joyda oddiy odamlar ko'p xato qiladi. Gazchi keldi, demak hammasiga rozi bo'lishim kerak deb o'ylaydi. Yoki men aybsizman, imzo qo'ysam ham bo'laveradi deydi. Yoki hozircha imzo qo'yib beray, keyin tushuntirib olaman deydi. Aslida esa dalolatnoma keyingi barcha jarayonning asosiy hujjati bo'lib qoladi. Unda nima yozilgan bo'lsa, keyin o'sha gap sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga tekshiruv paytida qanday turish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, 360 million so'mlik hisob-kitob qanday paydo bo'lishi mumkin va eng muhimi, uyni saqlab qolish uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda hisoblagichi eski, plombasi shubhali, gaz g'uri bir necha marta o'zgartirilgan xonadon egalari hushyor bo'lishi kerak. Masalan, hovlida oldin bitta gaz plita bo'lgan, keyin qo'shimcha isitish qozoni o'rnatilgan. Undan keyin issiqxona, hammom yoki tandirga gaz tortilgan. Bularning hammasi hujjat bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, muammo kam. Lekin usta ulab bergan, oldingi egadan shunday qilgan degan javoblar huquqiy himoya bo'la olmaydi. Ikkinchi toifa uyni sotib olgan, lekin gaz hujjatlarini to'liq tekshirmagan odamlar. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Fuqaro hovli sotib oladi, kadastrni rasmiylashtiradi, lekin gaz hisoblagichi kimning nomida, oxirgi tekshiruv qachon bo'lgan, qarzdorlik bormi, plomba raqami shartnomadagi raqamga mosmi, buni ko'rmaydi. Oradan bir yil o'tib gaz xodimlari keladi va hisoblagich plombasi boshqa, ulanish sxemasi noto'g'ri, oldingi davrdan buzilish bor deydi. Yangi egasi esa bu meniki emas, men bilmaganman deydi. Lekin uy sizning nomingizga o'tgandan keyin kommunal majburiyatlarni tartibga solish ham sizning mas'uliyatingizga aylanadi. Shuning uchun uy olayotganda faqat davor, tom, kadastr emas, gaz, elektr, suv hujjatlarini ham tekshirish kerak. Uchinchi toifa ijaraga bergan xonadon egalari. Uy egasi Toshkentda, ijarachi esa hovlida yashaydi. Ijarachi gazdan qanday foydalanayotganini egasi bilmaydi. Masalan, ijarachi qo'shimcha gaz qozon ulagan, non yopish uchun katta pech qo'ygan yoki hisoblagichga aralashgan bo'lishi mumkin. Tekshiruv kelganda dalolatnoma xonadon bo'yicha tuziladi. Keyin da'vo uy egasiga ham kelishi mumkin. Shuning uchun ijaraga bergan odam shartnomada kommunal xizmatlardan foydalanish tartibini aniq yozishi, hisoblagich holatini topshirish, qabul qilish dalolatnomasida qayd etish kerak. 4-toifa qarzdorligi borlar. Qarzdorlikning o'zi har doim 300 million jarima degani emas. Lekin qarzdorlik bo'lsa tekshiruv ko'proq bo'ladi, ta'minot to'xtatilishi mumkin, qayta ulash xarajatlari chiqadi, ustiga ustak texnik buzilish aniqlansa summa kattalashadi. Ko'p odam men faqat 2 million qarzman deb yuradi. Tekshiruvda esa hisoblagichdan tashqari ulanish topilsa, masala butunlay boshqa bosqichga chiqadi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Hisoblagichi rasmiy o'rnatilgan, plombalari joyida, oxirgi ko'rik hujjatlari bor. Barcha gaz jihozlari shartnomalarda ko'rsatilgan, to'lovlar muntazam, quvurga o'zboshimchalik bilan o'zgartirish kiritilmagan xonadonlar ortiqcha vahimaga tushmasin.
tekshiruv kelgani siz aybdorsiz degani emas. Lekin baribir hujjatlarni talab qilish, jarayonni videoga olish, dalolatnomani o'qimasdan imzolamaslik kerak. Ko'pchilik men oyga 200 ming so'mlik gaz ishlataman. Qanday qilib 350 million chiqadi deb hayron bo'ladi. Bu yerda gap oddiy oylik to'lov haqida emas, balki noqonuniy yoki hisobga olinmagan iste'mol bo'yicha qayta hisob-kitob haqida ketadi. Agar tashkilot hisoblagich chetlab o'tilgan, gaz yashirin quvur orqali ishlatilgan, plomba buzilgan yoki hisoblagich ishlamagan deb hisoblaydigan bo'lsa, ular ma'lum davr uchun maksimal yoki hisoblangan iste'molni chiqarishi mumkin. Ayniqsa, xonadonda kuchli gaz qozonlari, issiqxona ishlab chiqarish pechi, nonvoyxona, avtomobil bo'yash kamerasi, hammom yoki katta isitish tizimi bo'lsa, summa juda tez ko'tariladi. Masalan, oddiy xonadonda bitta plita va bitta isitish qozoni bor. Agar qishda hisoblagich ishlamagan deb topilsa, tashkilot isitish mavsumi bo'yicha qayta hisob-kitob qilishi mumkin. Bu 5 million, 15 million, 30 million bo'lishi mumkin. Lekin agar hovlida 300 kvadrat metr uy, qo'shimcha yordamchi bino, issiqxona va katta quvvatli qozon bo'lsa, hisob boshqa bo'ladi. Yana bir misol, fuqaro uyida kichik non yopish pechi ishlatadi, lekin gaz shartnomasi maishiy iste'mol uchun. Tekshiruvda pech aniqlansa, tashkilot bu tadbirkorlik faoliyati gaz maishiy tarifda emas, boshqa tartibda hisoblanishi kerak edi deb masala ko'tarishi mumkin. Agar pech uzoq vaqt ishlagan deb hisob qilinsa, summa o'nlab millionlarga chiqadi. Yana bir hayotiy holat. Uy egasi hisoblagichni ko'chirish uchun mahalladagi ustani chaqirgan. Usta hisoblagichni 1 metr nariga ko'chirgan, lekin gaz tashkilotdan ruxsat olinmagan, plomba qayta rasmiylashtirilmagan. Oradan bir necha oy o'tib tekshiruv keladi. Uy egasi men faqat joyni o'zgartirdim, gaz o'g'irlamadim deydi. Lekin rasmiy nuqtai nazardan plomba buzilgan va hisoblagichga o'zboshimchalik bilan aralashilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda ham qayta hisob-kitob chiqish xavfi bor. Yana bir holat, hisoblagichning oynasi singan, lekin egasi e'tibor bermagan. Ishlayapti-ku deb yuravergan. Tekshiruvda oyna sinishi, korpus shikastlanishi, plomba osilib qolishi aniqlangan. Tashkilot buni iste'molchini aybi sifatida baholashi mumkin. Shuning uchun hisoblagichdagi har qanday shikastni darhol yozma ravishda gaz tashkilotiga xabar qilish kerak. Og'zaki aytish yetmaydi. Men telefon qilganman degan gapni keyin isbotlash qiyin. Men har doim birinchi tavsiya sifatida shuni aytaman. Eshikni ochganingizda vahimaga tushmang, tortishmang, lekin o'z huquqingizni talab qiling. Gaz xodimi xizmat guvohnomasini ko'rsatishi kerak. U qaysi tashkilotdan, qaysi lavozimda, nima asosda kelganini aytish kerak. Agar reyd bo'lsa, reyd topshirig'i yoki tekshiruv asosini so'rashingiz mumkin. Agar sizga nisbatan dalolatnoma tuzilsa, unda sana, vaqt, manzil, xodimlarning ism, familiyasi, aniqlangan holat, hisoblagich raqami, plomba raqami, guvohlar, foto-video qaydlar ko'rsatilishi kerak. Eng muhim qo'yda. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar o'qib chiqsangiz va yozilgan gaplarga rozi bo'lmasangiz, imzo qo'yishdan butunlay bosh tortish shart emas, lekin izoh yozish kerak. Masalan, dalolatnomada ko'rsatilgan holatga rozi emasman. Hisoblagichga aralashmaganman. Plombaning buzilishi qachon va qanday yuz bergani menga noma'lum. Mustaqil ekspertiza talab qilaman deb yozish mumkin. Agar sizni izoh yozishga qo'ymasalar. Buni videoga oling va keyin darhol yozma shikoyat qiling. Ba'zan xodimlar imzo qo'ymasangiz ham baribir kuchga kiradi deyishi mumkin. Ayrim holatlarda imzo bo'lmasa ham dalolatnoma tuziladi. Lekin sizning izohingiz bo'lishi juda muhim. Chunki keyin sudda yoki yuqori tashkilotda siz men boshidan rozi bo'lmaganman, mana dalolatnomadagi izohim deb ko'rsata olasiz. Izoh bo'lmasa, tashkilot iste'molchi joyida e'tiroz bildirmagan deb aytishi mumkin. Yana bir muhim narsa, video olishdan qo'rqmang. Siz o'z uyingizda o'z huquqingizni himoya qilish uchun jarayonni qayd etishingiz mumkin. Faqat xodimlarni haqorat qilmang, ishiga jismoniy to'sqinlik qilmang. Video sokin, aniq bo'lsin, kim keldi, nima ko'rsatdi, qaysi hisoblagich ko'rildi, plomba qanday holatda, dalolatnomaga nima yozildi. Keyinchalik mana shu video sizni katta summadan qutqarishi mumkin. Birinchi nozik jihat, har bir katta hisob-kitob avtomatik tarzda qonuniy degani emas. Tashkilot hisoblagan summa asosli bo'lishi kerak. Qaysi davr uchun hisoblandi? Qaysi norma bilan hisoblandi? Qaysi jihoz quvvati asos qilib olindi? Nega aynan 6 oy, 1 yil yoki undan ko'p davr olindi? Bularning barchasi hujjat bilan tushuntirilishi kerak. Agar sizga shunchaki 3-7 million to'laysiz deyishsa, bu yetarli emas. Siz yozma hisob-kitob
dalolatnoma nusxasi, foto video materiallar, texnik xulosa, ekspertiza natijasi, qaror yoki talabnoma nusxasini so'rashingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, plomba buzilgan bo'lsa ham har doim iste'molchi ataylab buzgan degani emas. Plomba eskirishi, noto'g'ri o'rnatilishi, tashqi ta'sir ta'mirlash ishlari, hatto avvalgi tekshiruvdagi xatolik sababli muammo kelib chiqishi mumkin. Lekin buni isbotlash uchun vaqtida harakat qilish kerak. Men qilmaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Sizga fotosuratlar, oldingi dalolatnomalar, hisoblagich o'rnatilgan kundagi hujjatlar, qo'shnilar guvohligi, ustaning ko'rsatmasi, mustaqil ekspertiza kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Hisoblagich ishlamay qolganini iste'molchi bilgan yoki bilishi kerak bo'lgan holatlar bor. Masalan, hisoblagich ko'rsatkichi 3 oy davomida o'zgarmayapti, lekin gaz ishlatilmoqda. Bu vaziyatda men bilmadim deyish qiyin. Har bir fuqaro vaqti bilan hisoblagich ko'rsatkichiga qarab turish kerak. Agar ko'rsatkich yurmayotgan bo'lsa, darhol xabar berish kerak. Xabarni yozma yoki elektron shaklida qoldiring. Arza raqami qabul qilingan sana. Murojaat skrinshoti bo'lsin. 4-nozik jihat. Uyda ro'yxatda yo'q gaz jihozi bo'lishi mumkin. Masalan, shartnomada faqat gaz plita bor, lekin amalda 2 konturli qozon ham bor. Yoki eski qozon o'rniga quvvati 2 barobar katta qozon qo'yilgan. Odamlar buni mayda narsa deb o'ylaydi. Aslida gaz jihozining turi va quvvati hisob-kitobga ta'sir qiladi, xavfsizlik ham ta'sir qiladi. Har ganda yangi gaz jihozini rasmiy tartibda ulash kerak. 5-nozik jihat, tadbirkorlik faoliyati. Agar siz uyda non yopib sotsangiz, issiqxona yuritsangiz, kichik sex o'qsangiz, hammom ishlatsangiz, gaz maishiy iste'mol sifatida ko'rilmasligi mumkin. Bu yerda muammo faqat tarifda emas, balki shartnoma, xavfsizlik, quvvat, ruxsat, texnik shartlarda. Shuning uchun uy sharoitida biznes qilayotgan odamlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. 6-nozik jihat. Eski egadan qolgan muammo. Siz uy sotib olayotganda gaz tizimini qabul qilib olyapsiz. Agar eski egadan yashirin quvur qolgan bo'lsa, keyin siz men bilmaganman deb aytishingiz mumkin. Lekin baribir muammoni hal qilish sizga tushadi. Shuning uchun oldi sotdi paytida albatta gaz tashkilotidan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot, hisoblagich holati bo'yicha tekshiruv, plomba raqami, shartnoma nusxasini talab qiling. Uy narxi arzon bo'lsa, ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki ba'zan arzon narx ortida kommunal muammo yashiringan bo'ladi. Birinchi qadam, xodimlardan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Ism, familiyasi va tashkilotini yozib oling. Bu janjal qilish emas, bu oddiy huquqiy madaniyat. Haqiqiy xodim bundan qo'rqmaydi. Ikkinchi qadam, reja asosidami, qarzdorlik sabablimi, avariya holatimi, reydmi, murojaat asosidami? Sababni bilish muhim. Chunki keyin hujjatlarda ham shu asos ko'rsatilishi kerak. Uchinchi qadam, jarayonni videoga oling. Hisoblashga yaqinlashishdan oldin uning umumiy holatini oling. Plomba joyini, raqamini, hisoblash ko'rsatkichini, quvurlarni, xodimlarning harakatini qayd eting. Agar xodim biror plombani yetsa, hisoblagichni olib ketsa, albatta dalolatnomada yozilsin. 4-qadam, dalolatnoma nusxasini talab qiling. Sizga keyin beramiz deyishsa, bu xavfli. Kamida rasmga olib qo'ying. Dalolatnomada bo'sh joylar qolmasin. Bo'sh joylar chizib qo'yilishi kerak. Sana, vaqt, manzil, hisoblagich raqami, ko'rsatkich, plomba raqami aniq yozilgan bo'lsin. 5-qadam, rozi bo'lmasangiz. Izoh yozing. Men oddiy namunani aytaman. Dalolatnomada ko'rsatilgan holatlar rozi emasman. Gazdan noqonuniy foydalanmaganman. Aniqlangan holat bo'yicha mustaqil ekspertiza va yozma hisob-kitob talab qilaman. Dalolatnoma nusxasi berilsin. Mana shunday izoh sizning keyingi muoyanangiz uchun juda muhim. 6-qadam, darhol hujjatlarni yig'ing. Gaz shartnomasi, oxirgi to'lov kvittansiyalari, hisoblagich pasporti, plomba dalolatnomasi, oxirgi ko'rik hujjati, gaz jihozlari hujjati, uy oldi sotdi shartnomasi, ijara shartnomasi, ustalar bilan tuzilgan shartnoma yoki chek, avvalgi murojaatlar hammasini bir joyga to'plang. Hujjat ko'p bo'lsa, himoya kuchli bo'ladi. 7-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplashish bilan cheklanib qolmang. Gaz ta'minoti tashkilotiga ariza yozing. Arizada dalolatnoma raqamini, sanasini, nimaga rozi emasligingizni, qanday hujjatlarni talab qilayotganingizni yozing. Masalan, menga nisbatan tuzilgan dalolatnoma asosida chiqarilgan hisob-kitobni asoslovchi barcha hujjatlarni, qo'llangan norma va davrni, foto, video materiallarni, texnik xulosani taqdim etishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering, bittasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. 8-qadam, agar summa juda katta bo'lsa, kechiktirmang.
350 million so'm bu oddiy qarz emas. Bunday summa bo'yicha keyin sud, ijro ishi, bank kartalariga cheklov, mol mulkka taqiq, hatto uyga nisbatan undirish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyin ko'ramiz demang, muddatlar o'tib ketmasin. Talabnoma kelgan kundan boshlab harakat qiling. Zarur bo'lsa, advokat yoki kommunal nizolarni biladigan mutaxassis bilan maslahat qiling. 9-qadam, sudga borsa dalilsiz bormang. Sudda hissiyot emas, hujjat ishlaydi. Men yaxshi odamman. Mening bolalarim bor. Men bunday pulni to'lay olmayman degan gaplar insoniy jihatdan tushunarli, lekin yuridik jihatdan yetarli emas. Siz dalolatnomadagi xatolarni ko'rsatishingiz kerak. Tekshiruv tartibi buzilganmi? Plomba raqami noto'g'ri yozilganmi? Hisoblash davri asossizmi? Jihoz quvvati noto'g'ri olinganmi? Sizga nusxa berilmaganmi? Ekspertiza o'tkazilmaganmi? Eski davr uchun siz javobgar qilinyapsizmi? Shularni aniq ko'rsatish kerak. 10-qadam, kelishuv imkoniyatini ham ko'ring. Agar buzilish haqiqatdan bo'lgan bo'lsa, lekin hisob-kitob haddan tashqari katta bo'lsa, ba'zan qayta hisoblash, bo'lib to'lash, nizoni sudgacha hal qilish imkoniyati bo'ladi. Lekin buni ham yozma qiling. Telefon orqali kelishdik degan gap keyin yo'qolib ketadi. Endi eng og'ir savol: katta qarz yoki jarima chiqsa uyni olib qo'yishadimi? Men buni qo'rqitish uchun emas, real huquqiy xavfni tushuntirish uchun aytyapman. Agar tashkilot sizdan katta summani undirish bo'yicha sudga murojaat qilsa va sud qarori kuchga kirsa, keyin ijro harakatlari boshlanishi mumkin. Ijro jarayonida bank hisoblari, oylik daromad, avtomobil, boshqa mol-mulk tekshiriladi. Katta qarz bo'lsa, ko'chmas mulkka ham taqiq qo'yilishi mumkin. Shuning uchun asosiy maqsad sud qarori chiqib ketmasidan oldin yoki ijro juda og'irlashmasidan oldin nizoni to'g'ri himoya qilishdir. Agar sizning yagona yashash uyingiz bo'lsa, qonunchilikda uni undirish masalasida alohida cheklovlar va tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin yagona uyim bor, demak menga hech narsa bo'lmaydi deb xotirjam yurish noto'g'ri. Chunki taqiq qo'yilishi, sotish yoki hadya qilish cheklanishi. Meros va kadastr ishlarida muammo chiqishi, ijro xarajatlari qo'shilishi mumkin. Bundan tashqari, qarz yillar davomida turib qolsa, ustiga boshqa xarajatlar ham qo'shilib boradi. Uyni saqlab qolish uchun eng to'g'ri yo'l. Dalolatnoma bosqichidayoq e'tiroz bildirish, hisob-kitobni tekshirtirish, sudga qadar shikoyat qilish, sud bo'lsa faol qatnashish. Ijro bosqichiga o'tib ketgan bo'lsa bo'lib to'lash yoki ijro harakatlarini qonuniy tartibda cheklash bo'yicha ariza berish. Eng yomon yo'l esa yashirinish, chaqiruv qog'ozlarini olmaslik, sudga bormaslik. O'zi hal bo'lib ketadi deb kutish. Sud sizni ham qaror chiqarishi mumkin. Keyin esa men bilmaganman deyish ancha qiyin bo'ladi. Men har bir xonadon egasiga oddiy tekshiruv ro'yxatini tavsiya qilaman. Bu gunoh hisoblagichingizga qarang. Raqam shartnomadagi raqamga mosmi? Plomba joyidami? Ko'rsatkich yuryaptimi? Quvurda o'zboshimchalik bilan ulangan joy yo'qmi? Gaz qozoningiz hujjatda ko'rsatilganmi? Oxirgi to'lovlaringiz saqlanganmi? Shartnoma kimning nomida? Uy sizniki bo'lsa, gaz ham sizning nomingizgami? Agar ijarachi yashasa, hisoblagich holatini suratga olib shartnomaga ilova qilganmisiz? Agar hisoblagichda shubhali holat ko'rsangiz, o'zingiz tuzatmang. Plombaga tegmang. Hisoblagichni yechmang. Usta chaqirib sekin qilib qo'yamiz degan maslahatga kirmang. Rasmiy tashkilotga yozib murojaat qiling. Kelib ko'rishsin, dalolatnoma tuzishsin, kerak bo'lsa almashtirishsin. Bir kunda qilinadigan rasmiy murojaat sizni ertaga 100 millionlab so'mlik da'vodan saqlashi mumkin. Agar uy sotib olayotgan bo'lsangiz, sotuvchidan gazdan qarz yo'q degan oddiy gap yetmaydi. Rasmiy ma'lumot oling. Hisoblagichni joyida ko'ring. Gaz tashkilotiga borib, shartnoma va hisobni tekshirtiring. Agar sotuvchi shart emas, hammasi yaxshi deb shoshirsa, aynan shu joyda ehtiyot bo'ling. Chunki keyin yashirin muammo sizga qoladi. Agar sizga allaqachon katta summa chiqarilgan bo'lsa, birinchi qiladigan ishlaringiz dalolatnoma nusxasini oling, hisob-kitob asosini so'rang, yozma e'tiroz bering, barcha hujjatlarni yig'ing, mustaqil mutaxassis fikrini oling. Sud muddatlarini o'tkazib yubormang. Agar sud qarori chiqqan bo'lsa, apellyatsiya yoki boshqa protsessual imkoniyatlar bor yo'qligini darhol tekshirtiring. Har bir kun muhim bo'lishi mumkin. Men bugun aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki. Gaz xodimlari uyma-uy tekshiruvga kelgani o'z-o'zidan fojia emas. Lekin tekshiruv jarayonida hujjat, dalolatnoma, imzo va izoh masalasiga beparvo qarash juda katta muammoga olib kelishi mumkin. 350 million so'mlik talab bir kunda havodan paydo bo'lmaydi.
Odatda uning o'rtida dalolatnoma, texnik xulosa, qayta hisob-kitob va hujjatlar bo'ladi. Sizning vazifangiz shu zanjirning boshidan o'z huquqingizni himoya qilish. Hisoblagichga tegmang, plombani buzilgan holda qoldirmang, hujjatsiz gaz jo'zi ulamang, dalolatnomani o'qimasdan imzolamang, rozi bo'lmasangiz izoh yozing, hammasini videoga oling va faqat yozma tartibda murojaat qiling. Shunda siz nafaqat katta jarimadan, balki uyingizga tushishi mumkin bo'lgan xavfdan ham ancha oldin himoyalanasiz. Sizning hududingizda ham gaz xodimlari uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazyaptimi? Dalolatnoma tuzilganmi? Katta summa chiqarilganmi yoki shunday holatni eshitganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda ham oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan huquqiy va amaliy masalalarni tushunarli qilib tushuntirishda davom etaman.